Mening qaynotam. Yur jonivor. Yur. Yur. Mendan xafa bo'lma. Faqat yura qol. Kelib qolsang-chi. Assalomu alaykum. Hayt aka. Alaykum assalom. Sangali tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sizga sovg'a olib keldim. Qanaqa sovg'a? U kungi ish uchun. Qanaqa ish? Ozroq sizni xafa qilib qo'ygandim-u. Ha, o'zingga kelib qoldingmi? Jahling joyiga tushdimi? Asabiylashganimda o'zimni yo'qotib qo'yaman-da. Shunga xafa bo'lmang deb kechirishingiz uchun sizga qo'y olib keldim. Ha, mayli, kechirdim. Qo'yxonaga borib qo'ya qol. Xo'p bo'ladi, lekin yana bir iltimosim bor-da. Nima? Iloji bo'lsa, shu to'yni qaytarsangiz. Xudo haqqi. Men qizingizni baxtli qilaman. O'g'lingiz o'rniga o'g'il bo'laman. Siz ota o'rnida ota bo'lasiz. Paxtangizni teraman. Mollaringizga qarayman. Hamma ishlaringizni qilaman. Qaysi to'yini qaytaray? Shu qizingizni to'yda? Keyinchi? Men 6 yildan beri kutaman uni. Sochlarimga qarang. Boshimda sochim qolmayapti. Sinfdoshlarimning 2-3 tadan farzandlari bor. Men qizingizni 6 yildan beri kutaman. Boshqa hech kimga uylanmadim. Yo'limizni to'smang, iltimos sizdan. Iltimos. To'yni qaytaring aka. Menga qara. O'zingdan ham, sochingdan ham bezorman. Tushundingmi? Qo'yingni oldi bu yerdan yo'qol. Bor yo'qol. Boshing bilan urushib qolganmisan nima bola? Bor doktor-mo'xtirga ko'rsat. O'zi salomatliging joyidami? Tur yo'qol bu yerdan. Ko'zimga ko'rinma. Ket dedim senga. Bor yo'qol. Hech ursin seni. Bu nima ahvol? Yosh bola meni bitta qo'y bilan aldayman deydi. Ya qo'ying boshingda qolsin. Qasam ichib aytamanki, qizingiz shu qishloqdan chiqmaydi. Tushundingizmi? Sen kim bo'psanki? Uni men olaman. Men baxtli qilaman. Tushundingizmi? Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan, ha? Nima demoqchisan? Kimsan? Bor yo'qol. Qo'ying bilan bor. Daf bo'l hozir. Qo'ying bilan qo'shib so'yib yuboraman. Qani yo'qol. Otam to'g'ri aytgan ekan. Siz odam emas ekansiz. Bor yo'qol. O'sha otangni oldigami, boshqasini oldigami yo'qol. Otamni gapi rost ekan. Satqa odam keting. Ahmoq, sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Qo'yingga qo'shib ikkala buyraging-yu, kal boshingni qo'shib sotsang ham meni qizimni ola olmaysan, tushundingmi? Sizga qo'y ham zoya ekan. Qo'ying ham o'zingga o'xshab tomi ketgan, bildingmi? Ahmoq. Tavba qildim. Voy, otasi, otajonisi, men o'g'limizga bir emas, 2ta kelin topdim. Ha, Abdurafo akani uyiga borgan edim. Xo'p. Ay, biram hurliqo qiz ekanki, o'zi qizini ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmaganman. Biram ajoyib qiz ekanki. Ha, keyin Abubakir akani uyiga bordim. Ularni ham qizini ko'rdim. Qiz ham zo'r ekan, ikkalasi ham bir-biridan zo'r. Yaxshi bo'pti. Keyin yana boshqasiga. Ha, ana bo'rini yo'qlasak qulog'i ko'rinadi. Keldingmi bolam? Men senga 2ta kelin topdim. Ikkalasi ham bir-biridan go'zal, biram chiroyli, biram kelishgan. Abubakir akani qizini pishirgan kulchasini yesang shunaqa ham mazaliki. Ha, nima bo'ldi? Qovog'ingni och, tinchlikmi? Men hech kimga uylanmayman. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Ha, kimga uylanasan unda? Faqat Zaynabga uylanaman. Voy, otasi, bu nima deyapti? Sen Zaynabga uylanmaysan. Uylanaman. Haytalini qizi Zaynabga uylanmaysan. Gap tamom. Otasi, bo'ldi qiling. Uylanmaydi. Hey, bolam, nima sen aqlingni yeb qo'ydingmi, a? Uni yaqinda to'yi bo'ladi-ku. Undan hali ham umidingni uzmadingmi? Uni to'yi bo'ladi-ku. To'yini qaytararman. Ay, qana qilib qaytarasan? Qanday qilib qaytarasan? Sendan qanday qilib qaytarasan deyapman. Bo'ldi qiling, otasi. Bu bola meni sharmanda qiladi shekilli. Hey, bo'ldi. Yaramas. Hay bolam.
Voy tavba. Meni yaxshilab eshit. O'lsam ham Haytali bilan quda bo'lmayman. Tushundingmi? Bo'lmayman. Xo'p, bo'lmaysiz. Xo'p, mayli deb bolani sen yo'ldan urding. Nega men yo'ldan urarkanman? Hammasiga endi men aybdormanmi? Bo'ldi, kelin pelin qilmaymiz. O'zingizni bosing. Tavba. Qo'ying-ge. Emin. Ho'la bey, mana keldim. Qayerlarda yuribsan? Nima? Kabinetda edim. Qaysi kabinet? Chap qo'ldagi kabinetda. Qaysi chap qo'ldagi kabinet? Ustoz, jahli chiqmasin, hojatxonada edim. Shunaqa demaysan, ha? Bilasan-ku, hamma narsani dadangga aytaman. Ma, choy damlab kel. Yana choymi? Ha. Ustoz, keling, erkakchasiga gaplashib olaylik. Xo'sh. Qachongacha men choy damlab yuraman, ha? Bankdagilar hammasi ustimdan kulishyapti-ku axir. Keyinchi. Men 5 yil Massachusetsda o'qib kelganman. Maqsadga o't, maqsadga. Maqsadim shu ish o'rganishni xohlayman. Kelajakda katta bankir bo'lmoqchiman. Erkakchasiga ish qila olasanmi? Yigit so'zim. Bo'lmasa hozir borib choy damlab kel. Ertadan ishni boshlaymiz. Ustoz, gap yo'q. Lekin qanaqa choy damlashimni aytmadingiz-ku. Qanaqa choy damlay? Achchiq ko'k choy. Achchiq choy. Daring. Kira qol. Ke. Mumkinmi? Mumkin. Nima gap bo'ldi? Dada, bitta ishingiz bor edi-yu. O'shani qidirib yurgandim. Sochlari yarmi sariq, yarmi qizil, lablari o'rdaklab, qomati kelishgan, oq ko'ylak kiygan edi. Uni nima qilasan? Dadajon, hech nima qilmayman. Siz noto'g'ri tushunmang. Biz noto'g'ri tushunmadik. Xo'p, nima ishing bor? Ahamiyat berib qarasam, o'shandan boshqa hamma bor, lekin u yo'q. Oylik oladi. To'g'rimi? Shunga ishga kelmasdan sizni aldamayotganmikin deb ogohlantirmoqchi edim. Menga qara, hurmatli hamkor. Bilasanmi nima? O'zingni ishingni bilib qil. Xo'pmi? Boshqa ishlarga burningni tiqmasdan. Bor o'zingni ishingni qil. Xo'p, choy. Yo'q. Bizni choyxonachimiz bor. Bor chiq. Bolani joni xalqimiga ketdi. Cho'ti boy aka, qattiq ushlabdi-yu o'zi ham, ha? To'g'ri qiladi. Bu bolani shunaqa qilib tarbiyalamasa bo'lmaydi. O, boy meni. Akajon, uzr, tashqariga chiqib javob bersam maylimi? Mayli. Yana bir qarachi. Xo'p. Haytali. Assalomu alaykum. Ha, kampirsho. Xayriyat, seni topdim. Ra. Uyingga borgan edim. Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik, xush xabar bilan keldim. Xayriyat, yaxshi xabarlar ham aytadigan kuning bor ekan. Ha, Nima gap? Gapir. oldin suyunchisini ber. Suyunchi? Ha.
Ana kuni 40 so'mlik anorni yeding-ku. u chirigan anoring 40 so'mlik emas-ku. Suyunchini chos. Xo'p, beraman. O'sha suyunching nima gap ekan, tinchlikmi? Suyunchi. Beraman, xo'p. Oldin nimaligini bilaychi? Aniq berasanmi? Ha. Assalomu alaykum. Qoyili, ko'zlarimga ishonmayapman. Uylanishdan oldin choynak piyola yuvishni o'rganyapsizmi? Yomon qo'rqitib yubording-ku. Xayolimda boshqa bir kishi Uylanish oson emas. gapirma. Yaxshi ham kelding. Nega turibsan? Kel. Qarash bor. Xo'p, bering menga. Bittasi yetadi, akajon. Bu cho'ti boy aka. Achchiq qilib damla deganlar. Mana akajon, tayyor. Yaxshi ham o'z vaqtida kelding. Qanaqa qilib choy damlayman deb o'ylanib turgandim. Bittasi bor edi, yordam berib turardi. Lekin bugun ishga chiqmabdi. O'zi nima uchun kelding? Bir borib akamni choy damlashini tomosha qilay dedim-da. Oyim aytdilarmi? Yo'q. Hazillashdim. Shu taraflarga yo'lim tushgandi. Shunga dadamdan xabar olgani kirdim. Xonasida o'tiribdilar. Bandmilar? Unchalik emas. Ermakka choy ichishadimi, nima balo? Ularga omoqda achchiq choy damlay berib, o'zim ham omoqda choy bo'lib ketdim. Meni choyxonachi qilib ishga olishganmikin? Jonimga tegib ketdi. Xuddi choyxonachiga o'xshayman. Menimcha shunday shekilli, singlim. Yo'q, qani yuring. Charchab ketdim, nima qilishni bilmayman. Jonimga tegdi. Hammasi choyxonachiga qaraganday qarashadi. Dadam xonasida. Agar kirganingda so'rasalar, men choy damlab berdim deb aytmagin, xo'pmi? Yo'q, xotirjam bo'ling, aytmayman. Senga ishonaman. Ha, Xo'p, mayli, bor. aka. Choynak piyola zo'r yarashibdi. Prikol qilmagan sen qoluvding. Ustoz? Syurpriz. Kel qizim, kel. Dadasini mehribon qizi. O'zimni asal qizim, kel. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Kel. O'tir qizim. Qaysi shamollar uchirdi? Shu tarafdan o'tayotgandim. Sizdan bir xabar olay dedim. Barakalla qizim. Baraka top. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz O'qishlaring yaxshimisiz? hammasi yaxshimi? Xudoga shukr. Baraka top qizim, baraka top. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Mana ishlab o'tiribmiz. Akam yaxshimi? Ko'p qiynamayaptimi? Akang juda yaxshi. Ishni choynak piyola yuvishdan boshlagan. O'tayotganimda ko'rib qoldim. Choynak piyola yuvayotgan ekanlar. Ha, to'g'ri. Ha, endi bu yerda odam qilamiz. Uylangandan keyin umuman boshqacha bo'ladi. Nima deding, qizim, to'g'rimi? Uylanish oson emas. Shunaqa gaplarda. Kelib yaxshi qilibsan. Baraka top qizim. Abu qo'ng'iroq qildi. Abu Ali? Ha. Abu Ali. Nega o'zimga qo'ng'iroq qilmadi? Ha, telefon raqamingni o'zgartirgansan-ku. Meni raqamimni biladi. Shunga menga qo'ng'iroq qildi. Rossiyadan deport qilishibdi. Ertaga ertalab samolyotda kelar ekan, senga qo'ng'iroq qiladi. Men raqamingni berdim. Sen uni kutib olishga bor. Uni puli yo'q. Biram yaxshi xabar aytdingki. Puli yo'q bo'lsa qayerga keladi? Dardi sar. Axir u seni jigaring-ku. Bu nima deganing?
O'zi qayoqqa ketayotgan eding? Shakar olgani. Ha. Suyunchisiga nima olib beray? Unda menga ham 2 kilo shakar olib berasan. O'zim 1 kilo olsam, senga nima uchun 2 kilo olaman? Va'da berding-ku suyunchiga. Senga 1 kilo yo'q, yarim kilo ham yetadi. Yarimi senga, yarimi menga bo'ladi. Yo'q, 2 kilo. 2 kilo. Sen nima olding? Tuxum oldingmi? Kim bitta tuxum sotib oladi? Men xonaki tuxumlarni sotish uchun do'konga topshirdim. Buni singani uchun olishmadi. Tushundingmi? Shu tovuqlaring bir kunda nechta tuxum qiladi, ha? 2 ta, 3 ta, bir xil vaqt 4 tadan. 4 ta? Ha. Meni tovuqlarimni mazasi yo'q. Bir kunda bitta, 2 kunda bitta, ba'zida umuman qo'ymaydi. Hey, Seni tovuqlaring zo'r ekan. meni xo'rozim zo'r, tovuqlarim emas. Seni xo'rozing bo'lmaydi. Shunaqa. Menga qara. Kampirsho, shu xo'rozingni 1-2 kunga menga parakatga tovuqlarimga berib tur. Yo'q, keyin meni tovuqlarim nima qiladi? Agar 3 ta tuxum qilsa, bittasi seniki. 2 tasi meniki. Yo'q. 2 ta sendan, 2 ta mendan, 50 ga 50. Qanaqasiga 50 ga 50? Don berish kerak. Xo'rozingga qarash kerak. Qanaqasiga 50 ga 50 ga? Baribir sen hech narsa qilmaysan. Meni eshit, qara. Agar 3 ta qilsa, bittasi senga, 2 tasi menga. 5 ta qilsa, yana 2 tasi senga. Men yo'q demayman. Xo'p? Yo'q, yoki shu 50 ga 50. Menga qara. Xo'rozingga bog'liq. Xo'rozingni bersang, 50 ga 50 bo'l. Yur ketdik. Ha, mayli. Mayli, 2 kilo shakar olib beraman. Yur, 2 kilo shakar va'da Hop, hop. qilgansan. Qaynota? Nima demoqchi endi? Tog'a? Eminjon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uxlayapsanmi? Tinchlikmi erta tongdan? Nima bo'ldi? Tinchlik. Menga qara, men saxovatda kutib turibman. Tez yetib kel, iltimos. Xo'p, mayli. Yana uxlab qolma. Xo'p, mana turdim. Tezroq harakat qil, kutib turibman. Xo'p. Iltimos, tezroq kel. Qizini olmasdan turib qiynashni boshladi. Qizini olganimdan keyin nima bo'larkin, hayronman. Ha, keldingmi? Xayrli tong tog'a. Qanaqa tong? Xayrli kun. Qayda? Aeroportga qayda. Aeroportga. Yaxshimisiz so'zingiz? Rahmat, yaxshi. Tinchlikmi? O'g'lim kelyapti. O'g'lingiz bormi? Ha, tarix uzun. Hayda, hozir hayda. Keyin aytib beraman. Xo'p, iltimos. Qayerda turgan ekan? Telefoni yo'qmi qo'ng'iroq qilsak? Telefonim o'chgan. Vaqtli tushdim deb qo'ng'iroq qilgandi. Hayronman, qayerda qoldi u? Tog'a? O'g'lim yo'q. Bitta qizim bor degandingiz. Yana bu qanaqa o'g'il? Tushunmadim. Bu rahmatli akamning o'g'li. O'zim katta qilganman, lekin zo'r yigit. Zo'r yigit u, lekin ozroq kamchiligi bor. Ish qiladi.
keyin o'ylaydi. Ammo zo'r yigit. Ho, ozroq tomi. Unaqa emas, 5-6 yil qayerlarda yo'qolib ketgandi, endi keldi. Hey, Abujon! Hey, Abu Alijon, biz bu yoqda. Qayerlarda yuribsan? Qidirmagan joyim qolmadi. Oho. Haytala, radnoy, Abu Alijon, yaxshi keldingmi? 100 marta aytdim-ku, Abu deb. Abu Ali emas, prosta Abu, tushundingmi? Qalaysan, ishlaring yaxshimi? Rahmat. Sochga nima bo'ldi? Rahmat. Sochingga oq tushib ketdi-yu, paxtadek. Kelmaganingga necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 6 oy, 4 yaxshi, hafta, yaxshi. 3 kunu, 24 daqiqada senlar kutib oldilaring. O'zini amuncha kech qoldilaring, ha? Endi Kim ozgina- bilan kelding? Kim bu kuydirgan kalda? Assalomu alaykum. Abu. Abu Ali, Abu prosta. Prosta Abu. Prosta Abu, ha. Prosta Emin. Ha, Prosta? ha, prosta. Nega buncha kech qoldingiz, tushunmadim. Mashina bormi yoki trolleybusda ketamizmi? Mashina bor. Ana, qora mashina turibdi-ku. O'sha mashinada ketamiz. Qaysi? Ana Opelmi? Ha, yo'q. Eminjon, u mashinani nima derdi? Range Rover. Ha, Range Rover. Range Rover? Ha, ha. Ana o'tirgan qorami? Ha, shu. Qani, Qani boraylikchi. Yura qol. Mana shu mashina. Yura qol. Qo'li temirdanmi nima balo? Qattiq siqdi lekin. Kel, o'tir Abu Alijon. O'tir, oldiga o'tir. O'tir. To'xta, shoshma. Nega shoshasan? O'chir mashinani. Haytali. Labay. Kim bu patson? Bumi prosta Emin. Prosta Emin. Prosta? Bu bola nima ish qiladi o'zi? Bankir. Bankir? Ha, To'g'ri aytyaptimi? albatta. Bankda ishlayman. Bankda nima ish qilasan? Qorovulmi? Farroshmi? Yo bog'bonmi? O'zini banki bor. Agar unaqa bo'lsang, haloling bo'lsin. Jayron oting zo'r, menga yoqdi, yaxshi. Ma'qul menga. Yaxshi. Tog'a, mehmon necha yildan beri vatanda bo'lmagan. Milliy taomlarimizni ham sog'ingandir. Bir olib borib mehmon qilaylik-a. Zo'r bo'lardi, yaxshi bo'lardi. Bankir, ko'p gapirmasdan mashinani yurg'az ketdik. Oshqozonimda jang bo'lib yotibdi. Haytali. Bu bankirlar shunaqa aqlli bo'lgani uchun mana shunaqa qimmat mashinalarda yuradi. Qotgan noningiz yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Namuncha kechikdingiz? Ishxonani bilasan-ku. Ishlar ko'p. Hamma ishlar meni bo'ynimda. Ishchilar qilmaydimi? Oldi sotdi ishlar-ku. Meni imzoim bo'lmasa, ish to'xtab qoladi. Nimani berkityapsiz? Nimani? Topchi nima bo'lishi mumkin? Chetroqda to'xtatgin. Uzoqqa ketib qolma. Bo'ldi. Bo'ladi hozir 1 minut. Jiyanimga birorta sovg'a olsam nima deysan, Haytali? Albatta ol, qimmatrog'idan olgin, xo'pmi? Tog'a tushunmadim. Nega bu o'zicha patsan deb yotibdi? Bu jiyanim necha yildan beri Rossiyada nom nishonsiz yo'qolib ketgandi. Eshitishimcha turmada ham o'tirib chiqqan. Hey, turmadan keyin buni deport qilishibdi. Ha, deport qilgandan keyin to'g'ri shu yerga keldimi? Deport bo'lganidan keyin to'g'ri shu yerga keldi. Ha, otasini bolasi kelibdi. Endi bu bolani men o'zim katta qilganman.
Jigarim nima qilay? Majburman. Sabr qilaman endi. Ha, menimcha bu ozroq boshi bilan urishib qolgan-ku. Bu chatoq bola, ehtiyot bo'l. Gaplarga e'tibor berma, xo'pmi? Iltimos. Ha, jim turamiz endi. Ha, jim turganing ma'qul. Buni bir o'qitib yuborish kerak. Ha, Rossiyada jin urgan buni, kallasi joyida emas. Buni o'qitishga ham odam qo'rqadi. E'tibor berma, iltimos. Aqli ham joyida emas. Ha. Essizgina bola-ya. Menimcha gul. Gul? Qanaqa gul? Lola bo'lsa kerak. Topolmading. Atirgul. Topolmading, yeydigan narsa. Yeydigan bo'lsa shirinlik. Deyarli topding. Lekin shirinlik emas. Unda bilmadim. O'tir aytaman. Senga issiq non olib keldim. Oo. Bilasizmi, Yusuf? Labbay. Hamma hidlardan eng yaxshisi nonni hidi. To'g'ri. Ishdan chiqsam, ko'chada novvoyxonada issiq nonni hidi kelyapti. Sen keldim deganingga ataylab sen yeysan deb oldim. Ol, ye. Hali ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, restoranga ham olib boraman. Shart emas. Bu kunlarni ham o'zgashti bor. Yarimta nonim rohati jonim. To'g'ri. Ishlaring qalay? Nima yangiliklar? Ishlar hammasi yaxshi-yu, lekin Baxtiyor aka... Nima Baxtiyor aka? Choy qo'yaymi? Yo'q, choyim bor. Bu salatlardan olgin juda ham mazali. Ha? Juda ham mazali. Obke. Baraka top o'g'lim. Rahmat. Ko'rinishini qara. Mehmon. Ol. Ol Abujon. 5 yildan beri o'zimizni mazali taomlarni yemagansan. Qani ol, tog'ajon. Oling. Rahmat, rahmat. Qaytali. Menga qara. Bu bolani sen bilan nima bog'liqli joyi bor? Yoningda yuribdi? Kim? Eminjonmi? Ha, prosta Emin. Emin meni kuyovim bo'ladi. Qanaqa kuyov? Singling Zaynabga unashtirilgan. Nima? Zaynabga? Ha, Zaynabga. Shu patsanmi? Singlingga unashtirilgan. Shuni sal nariroq olgin. Shu-ya? Hali bu kuyov bola degan? Abu. Ha? Kuyov degan? Abu. Abu. Agar jiyanimni xafa qilsang, delokassatsiya qilsa, shuni tomog'ingga tiqaman. Xo'p. O'zing bos. Bo'ldi. Bola ko'zlari yonishidan hushyorga o'xshaydi. Buni nasl nasabi, avlodi kimlar o'zi? Bu Nusratning o'g'li bo'ladi. Qaysi Nusrat? Haligi Qudratovlar bor-ku, Qudratovlarmi? Bitta o'g'li Amerikada qayerdadir o'tirdi. Xuddi o'sha Massachusetts. Ha, yaxshi, juda yaxshi bola, aqlli. Amerikada o'qigan. Anglichanman-da? Ha. Amerikansmi? Ha, hamma tilni Yoki biladi. banker amerikans. U juda ham aqlli bola. O'zi, qo'y. Qachon o'zi? Haligi meni kechirasizlar. Ijozatingiz bilan. Uzr, dadam qo'ng'iroq qilyapti. Javob berishim kerak. Salom aytgin. Xo'p bo'ladi. Haligi jo'ram bor edi-ku. G'aybullani ukasi. O'shani mazasi yo'q edi. Nima bo'ldi? Yaxshimi? Abujon, u Qanaqasiga? ketvordi. Ketdi. Xudo rahmat qilsin. Ha, u ketdi. Dostoyniy mujik edi, zo'r inson. Haqiqatgo'y odam edi. Ha. Spravedliviy odam edi. Ha. To'g'ri odam edi. Taqdiri shu ekanda. Shunaqa.
Menga qara, qalin puli nima bo'ldi? Qancha qalin puli berdi? Menimcha, dadamga nimadir degan. Yo'q, aytmagan. Agar aytganida, dadang allaqachon meni oldiga chaqirgan bo'lardi. Bir necha kundan beri menga g'alati qarayapti. Baxtiyor aka jahli tez odam, lekin yaxshi inson. Keyin seni qanchalik qattiq sevishimni ham biladi. Shunga fikrimcha, balki yordam ham bersa kerak. Garchi ishonmasa ham. Senga va'da beraman. Hech kim seni mendan ajrata olmaydi. Hech kim. Menga faqat ota-onangning duosi kerak. Afsus, duolarini olay desam, meni ota-onam bu hayotda yo'q. Lekin men ishonamanki, ularning duosi har doim men bilan. Yusuf, siqilmang. Meni ota-onam sizni ota-onangiz bo'ladi. Yaxshiyam seni uchratganman. Ana u yerdan bitta novvoyxona ochish kerak. Zulayxo novvoyxonasi. Azizim, sen hech ham siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ota-onang, ota-onamdek bo'lishiga ishonaman. Hali hamma yaxshi kunlar oldinda. Qalin pul hali qalin puli olib kelmadi. Qanaqasiga olib kelmadi? Axir bular oshiq bo'lishgan. Qizingni tekinga berdingmi? Shu yigit oshiq bo'lgan, majnun bo'lgan. Zaynabchi? Zaynab ham taqdiriga tan berdi. Baxtli bo'lsam bo'ldi deb hamma narsadan, pul mullardan ham voz kechwardi. Yangilik-ku, Haytali, ko'zlarimga ishonmayman. Umr o'taverar ekanda. Shunisi ma'qulda. Bizga qalin puli nimaga kerak? Pul qo'lni kiri deyishgan-ku. Biz hammasidan voz kechdik. Shu singling baxtli bo'lsa bo'ldi-da. Hali to'y kunini aniq qilmadik. Kelganing yaxshi bo'ldi. Hali borib to'y kunini birga aniq qilamiz. Yigit ko'rinishidan aqlliga o'xshaydi. Zo'r odamlar. O'zi ko'zlari yonib turganidan bilsa bo'ladi. O'qiganda bu. Bularning avlodi zo'r avlod. Boy badavlat oila. Asosiysi baxtli bo'lsa men roziman. Menga qara, Luboving bor edi-ku, o'sha nima bo'ldi? Bitta Luboving bor edi-ku, Gulyamidi. Gulya? O'sha. Yaxshimi, ko'rdingmi? Sen ketganingdan keyin onasi bilan hozir Dushanbega ko'chib kelgan. Hozir u Dushanbedami? Ha, Dushanbeda. Rostdan ko'rdingmi? Yo'q, lekin qayerdadir ishlaydi deyishdi. Mayli. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kel, qani o'tir. Tinchlikmikan? Nima bo'pti? Ha, tinchlik. Qayerlarda yuribsan? Ishga kelmaysanmi deganda, men qaynotamning ishlari bilan yuribman dedim. Mehmon bor dedingmi? Ha, lekin jiyani kelgan demadingmi? Ha? Yo'q, aytmadim. Abujon, go'shtdan ol. Biram mazali pishirgan, ha? Massachusetts. Hojatxonasi qayerda ekan o'zi? Ko'rsatasanmi? Yuring. Ha, yuring. Yuring. Haytali, sen o'tirib tur. Men ko'p yevordim shekilli. Voy. Turamizmi? Menimcha tursak ham bo'ladi. Men ham hozir chiqaman. Turamiz. Tog'am nima desalar shu. Shuncha nozi ne'matni qara. Shuncha mazali taomlarni qanday tashlaydi, uvol bo'ladi-ku. Bularni tez paketga solish kerak. Hozir. Mana shunday, hozir. Shunday taomni qanaqa qilib tashlab ketish mumkin? Uyga olib ketib, mazza qilib yeb yotaman. Hozir, mana. Bu qolaversin. Mana bunisini olaman. Hozir. Ana. Xo'sh, mana bo'ldi. Bunisi ham qolib ketmasin. Hozir.
Mana. Tusha qolsangchi. Ana. Oh, uyda mazza qilib yeb yotaman-da. Mana bu ham bu yerda tursin. Hop. Hozir, mana chiqyapman. Ana bo'ldi. Ana. Oh, mazali go'shtlar. Nordon ekan. Odamlar garmdorini yeb ham pul to'lashgan. Xayriyat, kelarkansan-ku. Qayerlarda yuribsan? Kechirasiz. Ozroq chetroq turing. Xo'p. Boshini u bu joyga urib olganmi? Ey, bu yoqqa kel. Ey. Kel, bitta quchoqlay. Menga tegmang. Amira, bu men. Sog'indim seni. Oling qo'lingizni. Tushunmayapman. Nima gap o'zi? Kelganimda tabassum bilan eshikdan kutib oladigan Amira qayerda qoldi o'zi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Kim xafa qildi? Kelganingizda tabassum bilan kutib oladigan Amira boshqa yo'q. U o'lgan. Unaqa dema. Astag'firulloh degin. Mana oldimdasan-ku. Hazillashma. To'xta, menga qara. Eshikni oldida 1 soat kutganimni bilasanmi? Qancha qo'ng'iroq qildim? 88 marta qo'ng'iroq qildim. Qayerda eding? Kim bilan eding? Yana bunday chiroyli ko'ylakda. Bitta kelishgan yigit bilan edim. Kim bilan? Yana bir qaytar. Hazillashdim, dugonam bilan edim. Esingda bo'lsin. Mendan boshqa birovni hech qachon o'ylamaysan. Tushundingmi? Sen menikisan. Menga qarang. Emin. Bunaqa oshiq ma'shuqlikni borib xotiningiz bilan qilasiz, tushundingizmi? Endi tushundim. Ha. Kelinlar libosi salondagi voqeani aytyapsanmi? Ha. Senga kelma degandim. Xo'sh, gapir. Nima uchun kelding? Mendan so'rashing kerak edi. O'zing yomon qilding. Foydasi bo'lmadi, to'g'rimi? Nima bo'ldi? Meni eshiting. Men gapimni siz uchun zoya qilmayman. Hey, meni jahlimni chiqarma. Meni jahlimni chiqarma. Tushundingmi? Men hozir seni tanimayapman. Qo'limni qo'yib yuboring. Men sizga tushuntiraman. Kelajagingizni aytaymi? Siz uylanasiz anavi qizga. Oilali bo'lasiz. Bir-biringizni sevib oshiq ma'shuq bo'lasiz. Men kimman? Hech kimman. Shuning uchun Eminjon, keling, meni hayotimga aralashmang. Meni siz bilan ishim bo'lmaydi. Sizni men bilan ishingiz bo'lmaydi. Meni vaqtimni behudaga ketkazmang. Rash qilyapman degan. Rash qilma. Men u qizga uylanaman deb
uydagilar uchun va'da berganman. Ana endi xavotir olma. To'y bo'lmaydi. Nega to'y bo'lmaydi? Ana shunaqa. Men senga va'da beraman. To'y bo'lmaydi.